Qurbanqas erkenki leksiyalarimizda bizdeki şu Uyghur Xandalığınınki yigirilish nazariyat ve sözler sözlerimiz biz ilgili okuyan tarihlerimizden Uyghur Xandalığınınki aşağı tabii afetten buluşlayan nurgulu açarçılar tabii afetten 101 şilen nurgun çarıklarınınki kılıp geçişi bununla ki açarçılık afetleri şundakla Uyghur Xandalığınınki bir vezirlikki hayırlık kılıp Kırgızlarga nurgun afetini çıkarıvetkenlik için bu Uygurlar Uyghur Xandalığınınki 840 Kırgızlar tarafından ağırlanıp bizim Şarkı Türkistan'da üçüncü bilen köçep etken bu taraflarımızı okup geldik hem de. Lekin siz bu tarafındaki bir sakt, yalgan taraf ekenligimizni ilgili leksiyalarımızda dediniz bunun tafsilatını dinlediniz. Bugünkü bu sohbette bu tarafındaki tafsilatını, tarihleri, sıfatlarından bir Uyghur xalqı degan xalq 744 yildan 840 yilgacha davomlashgan 840 yilda Qirg'izlar tarafidan oldirilgan deganni mana bizim millatlar islomidagi turishini shundoq o'rgatgan. O vaqt mening radiolardan uni təyin qıldıqan anda qabiliyyət yox. Ben şunda oxuğan, şunda düşəngen. Qayıt gəlgəndikən ben abiyam dedim, bizdə 1980 yılda Uygurca yazıqı var. Nəysə, qəbirdən çıxdı. Onun yıl namusuna ener dedim. Şunun asasen Uygurlar Onundan burun talimatı vakti. Ötken tağdırda o devlet kuruş fakat bir stratejiyelik tüşkenci boğaçka şehir devlet kurgan diyen nersini tüşkendim, özüm tüşkendim, şunu elan kıldım, en ahırda Abdülrahimlik İçtimai Fənlər Akademiyası bunu kabul kılgan deyken bunun ilgili Uygurlar yok deyen gap asasen tüket gitti. Bir yerde asasen hep oldu hem de. Ama Xitaylarning özünün bazı bir undaq bir yovvoyi gaplerde, odatdagi paranlarda bu gapini bor. Endi bu nima bo'lgan desa, shu Milletler Enstitüsü'nde Gülşimin Efendi bana okutkan iki tom kadimki Türk dili okuşluğu deyen iki kitapta şunların hepsini okugan. 840 yılı Urkun Vadisi'de Jut bol deyen. Jut deyen şıvırgallık kar. Bu şundak dehşetlik jutkenken o insan yaşı nayt qiyin. Mallar ölüp ketken, adamlar sırtqı çıqanmağan bu 40 neç gün davam qılğaçqa adamlar şu 10 neç gündən başlap yerdən küçükü başlagan. Rivayetlerde aytilishicha şu vaqtda bir şu chiqayotgan shamoldan bir toshning kavukidan ko'ch degan ovoz chiqqanmish. Yani bu bir hamda rivoyat qo. Hem shunda bo'lsa-mu hamda shu jut bo'lganligi uchun Urqum vodisida hech inson turolmay chorvalarni o'lib ketib ko'chishga boshlagan. Yani o'lib ketganlar ketib shu jinni olib qochganlar hammasi shu o'zining kelgan yeriga ketgan. Turpandan kelganlar Turpanga, Gansuning shu Qarsu davlatining kelganlar, Jamiya atrofidan kelganlar, u yerga İli Vadisi'den kelganlar, İli Vadisiga Qashqardan kelganlar, Qashqar tarafga hammasiga ko'chishga boshlagan. Bular shu ko'chib ketgandan keyin hamma joyga berib, o'zining burunqi xonadonligini ashad bor yana. Ular qo'shilib, u xonadonlikni cho'ngaytib qurgan.
Endi bu şu o'qishliqda deyilgan gapdi. Men buni anglagan. Keyin birer Xitoyda chiqqan undaq hujjatlarda bu gap tilga ilinmadi. Ammo Uyg'ur sayrani tadqiq qilgan tadqiqotlarda bu odam buning nimalarini olgan. Bu Qozog'iston Fanlar Akademiyasida elib berilgan tadqiqotning natijasini qabul qilib, Urqu vodisida jut bo'lgan, shuning uchun ko'chgan degan gapni o'tirib qo'ydi. Bu qirg'izlar o'tirib aytmagan. Endi 40 necha kun jut bo'lgan yerda, Uyg'ur turamagan yerda, chorva mollar turamagan yerda qanday qilib qirg'iz kelib turib, o'shada Uyg'urni qo'g'lab o'tib o'zi tura oladi? Mumkin emas. Demak, 40 necha kundan keyin bu joy quruq qolgandan keyin Xitoylarga kirib olishga boshlaganda Urqun Uyg'ur xalqining bir qo'mondoni ismi Kulug Baga. Bu nimada turdi ekan? Shu qirg'izlar bor chegaraga yaqin yerda turgan bir qo'mondon ekan. Bu qirg'izlarga deb oyada Xitoylar kirib oldi. Sizlar ko'chib berib, shu Urqu vodisidagi shu davlatimizning o'rnini qaytadan gullantirsanlar deb qirg'izlarni ko'chirib kelgan. Qirg'izlar yerda turib, shu yerni qaytadan gullantirib, uzun o'tmay u qirg'iz, qozoq degan bu millatlar hech qachon Uyg'ur xalqidan yiroq bir yerda turmaydi. Hammasi yaqin turadigan, birga turadigan, bir-biriga tayinib turadigan millatlar. Shuning bilan qirg'iz yerda turmay, uni ko'chib ketib, onun bir-biriga Qirg'iziston, bir-biriga Qashqarning atrofiga kelgan. Shu qirg'izlar shular. Biz qirg'izlar tarixiy zidiyatimiz yo'q. Yo'q. Buni Uyg'ur xalqini qirg'izlar og'dirib aytgan degan gapni Xitoy ziyolilari to'qib chiqqan ig'vo. Qirg'izlar o'zi nihoyat qo'shildi. Voy, biz qaltis ketganmiz. Bir cho'ng xonadonlikni og'dirib ketamiz deb qo'shildiganlar va Uyg'urlarning ochiq yildiganlar va ziddiyatdir ish maqsad. Amaliyotda bu 40 necha kun jutulib Uyg'ur turolmagan yerda qirg'iz kelib qanday tura oladi? Mushumi bir qisqacha nimada? U mumkin emas. Endi bu mushu jihatdagi uchurlar Xitoy nashr qilgan Uyg'urlarning qisqacha tarixi degan kitobning qaysidir beti bor. Azroq bor. Şeyde jut bo'ldi, Uyg'urlar ko'chdi dedi. Buni Uyg'ur sayrani efendi shu tirishchanlik ko'rsatib qo'shib qo'ygan gap. Shu kirgizgan. U Qozog'iston Fanlar Akademiyasining tadqiqot o'rnidagi materiallarga asosan kirgizgan. Endi Uyg'ur sayrani bilimlik adam Burhan Efendining o'g'li shu Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobni asosan shu odam boshdan oxir shu qatnashgan. Endi u kitob Uyg'urlarga toza foydali kitob emas. Ammo uningdagi material manbalari nihoyat mo'l. Shu material manbalaridan foydalanishga bo'ladi. Shu kitobni o'qib, obdan foydalanishni bilsa, o nihoyat shuningda nihoyat nurg'un narsalar bor. O kitobda nihoyat bir boshqacha bir hikoya bor. Bu kitobni Mavzudong 55-yili buyruq tushirib, Uyg'ur tarixini ishlash kerak deb buyruq tushirgandan keyin Jullay uni Funjasin, Chingsolo degan 3 odamga taqsim qilib ekan. Sizlar ishlaysizlar deb. Shuning bilan Chingsolo, Funjasin, yana bir Mugongwen degan 3 kishi 60-yillar kelganda bu Uyg'ur tarixiga doir materiallar to'plamada bir kitobni, kichik kitobni tayyorlab qilib chiqadi. Chiqargandan keyin bu 3 odamga avtorlik huquqi bermadi. Buni Mavzudong tasdiqlagan bu hukumatning kitobi deb avtorlik huquqi bermay, uzun o'tmay Burhan Efendim turmadan chiqqandan keyin uni bevosita Beijingga Abdullah
çoğu yaya koyup şu Uygur tarixini çıkırışkı sen mesul degenden keyin o Uygur tarixini çıkırdı. Şunun mesul oldu. Uygur seyrani Burhan Efendim'nin kiyoglu. Onun işengenlik için o bir alim endi. Şu Uygur seyranini muş kitapka mesul kıldı. Bu adam baştan ahir şu Muğan ve Fıngcasın işleyen kitap asası da yani başka Xitay yazmışlarını teşkillep bu Uygurların kısa tarihi degan kitapni davamlaştırdı. Bular davamlaştırıp azroq o'tgan bir yillar o'tgandan keyin Beijingda Uygur tarixini dair fikir elleşiğine deb 3 qatim yig'in ochdi. Bu yig'inga Turg'un Almaslar qatnashdi, Emin Tursun qatnashdi, aşı bizning cho'ng ziyolilarimiz hammasi qatnashdi. Ular hammasi bu kitobni tasdiqlamaydi. Qabul qilmaydi. O vaqtda ham azroq bir qabul qilmasa, gap yutadigan zamon hamda. Ancha bek nimqib ketmaydigan. Shuni ular uni o'tmagandan keyin anda o'zi qayta tuzitib, yana fikr elib, aşı fikirdan o'tganda nashr qilish kerak deb markaz shunday deydi ekan, yana nashr o'tdi. Ashunda qilib eng oxirida 89 yildagi 4 iyun qirg'inchilik qilib bo'lgandan keyin endi hech kimning fikrini olmaymiz, bu kitobni chiqirmaymiz deblar shu tarjimonlarni yig'ib tarjima qilib chiqirmaymiz buni deb turishini to'xtatdi. Buni bek majbur qilmayli, buni bir chora qildi deb kim ko'rsatgan plan o'qimayman. Abdunur Ayın reisining ikkinchi ishxonasidan madaniyat nazoratiga bir buyruq tushdi. Arxeologiyalik tekshirish, Mahmud Qashqariyning nazirini arxeologiyalik tekshirish olib borildi. Buningga işte adam belgilashlar deb. Shuni bilan meni shuni belgilaydi. Abdunur Ayınlik muzeyining boshlig'i Sabit Ahmad, Qashqar madaniy yodgorliklarning boshlig'i Mehmet Zunun bular şu gruppa başlık ve muavin buldu. Men kesbi xadim biz nemiga varmiz Qashqarga, Mahmud Qashqarining mazirini topdi. Shuni tepish jarayonida men muzeydan bir 8300 necha deydigan o'shada bordi, nemisi mana hozir darhol deb beramayman. Shunda nomerliq bir asarat qilgan bir qog'oz bor. Qog'ozning bir tarafida Chog'day chiqadi, bir tarafida qadimgi Xitoycha xat. Onun bir tarafidagi Xitoycha xatni Gomoro tadqiq qilgan. Kekmenlarining she'rlari degan shu she'r. Gomoroning aytishicha 800 milodi 800 nechinchi yillari Turpandagi Uyg'urlar bu she'rni yozganmish. Mening 10 avlod ejdadim Xitoylarni ustoz tutgan degan she'r ekan. Gomoro bunu tadqiq qilib, demak bu 10 avlod bo'lsa, necha ming yilga olib kirib, shuningdan tortib Uyg'urlar bilan Xitoylarning ishkirining Sadichining ishidagi yurtlar o'tirisida hech qanday farq yo'q. O'xshash tuzum, o'xshash siyosat deb Gomoro buni 72-yili Wungu degan jurnalda e'lon qildi. Bunu e'lon qilgandan keyin buni bir cho'ng voqea bo'lib ketib, bu hamma darsliklarga kirdi. Balkim o'qigan shu darsliklarni o'qiganlar bo'lishi mumkin bu shunday ichida. Shu bu darsliklarga kirib bo'lgandan keyin bu endi nihoyat mashhur asarati qatorida muzeyda saqlanib qoldi. Men Mahmud Qashqariyning mazirini tekshirish uchun borganda shu hujjatning Çağataycısını kullandım. Çağataycısı neyim var dese, İmam Opal'da yatkan buzuruk varlarının isim şerifleri de başlayan. İmam Malik Eskar, İmam Malik Ezder, Bührabiye çıkandı isimler hemisi. Bu hem de Opal'da yatkan buzuruk varlar diyen aşının hüccetinin akıstı boğalık için ben bunu
o'qidim, o'qib, Emin Tursunga mushuni bir ko'rib bashlasam, to'g'ri o'qibsiz deb ba'zi xato yerlarimni tuzib berdi. Demak, mushu hujjatni o'qib, men ep bo'lgan. Qashqarga biz ep bo'lgandan keyin bir muallimning uyiga tushdik. Şəhərdə oturub çay tayarlavatdı, şundoq o'ltirgandan keyin sirtda bir ovoz chiqdi. "Hey bolam, Osmon, al kalını tut, o xalqning qo'ylisi kiryapmisan?" dedi. Bir kalını itilagan bir bola bor ekan. Osmon degan gapni anglab, men darhol yugurib chiqdim. "Ab, bolanızning ismi Osmonmi, Osmonmi?" desam, "Osmon" deydi. Bu Mahmud Qashqarining Turkitullah divanida bizning yurtda ilibni ha deydi degan bir gap bordi. Av kallami kelib, bular Osmonni Osmon deydi ekan. Yana bir paketlar bormi deb men qilsam, meni bir buyumlarning tug'maydigan ayollarni o'qib nima qildigan bir nimasi bor ekan. Shunda ayaga bir uyuq uyushirib qo'ydi, men shuni oldim, ay lo'yin qilyapman ashada. Ashula o'qiganlar la ilaha illalloh deb o'qiydi. Illallohni illalloh deb o'qiydi. Mushunda gapni jiq oldim yerda. Anlab oxir men ilibni ha deydi deganni shay topdim. Bu Hoş deydi. Hoş deydi. Mushunda gap endi mushu paketlarni topgandan keyin men Mahmud Qashqarining mazirini tekshirish doklatiga mushu gapni kirgizgan. Eng oxirida biz shayning asar atiqalarini hammasini tekshirib, davr nimalarini aniqlab chiqqandan keyin nimaga Abdumrayonga buni yo'lladik. Abdumrayon bu Hazrat Molla maziri Mahmud Qashqari maziri deganni tasdiqladi. Chunki bu Imrasan Qozojimmi yozgan hujjat bor. Sohib qalam egisi Mahmud Qashqarining maziriga vaqt qildi ham deydigan kitob taqdim qilgan ishlar xotiri bor ekan. Mushunda boshlarning hammani yig'ib, endi cho'ng qazish epi olmadi. Aslında tekshirish dokladini shu qanchalik tekshirish dokladi bo'lsa, tekshirish degan hamda ba'zida qizib tekshirish, ba'zida sinab qizib tekshirish bu mushundaq. Aslında bir kichikki tekshirishni epib berib biz dokladni yo'lladik. Shu vaqtda Abdumrayonda ba'zi cho'nglar shu Hazrati Molla maziri deganni qassim ay cesetning peshonasidan Mahmud Qashqari degan xat chiqmasa biz itrof qilmaymiz degan Abdumrayon rahbarlari bo'ldi. Yani bu Yamanbek medeniyetsiz gap endi. Onun kimligini mi demeyle? Davası qanday oldu? Janobi Urumchi yer boshlig'i. Ya Abdumrayonning muavin sekretari. Tamam. Burun shunda shu yerdan chiqqan. Endi mushunda ishlar bo'lib ketgan. Eng oxirida buni biz Qashqarda dokladlarda odamlar hammasi qo'shildi. Abdumrayon buni tasdiqladi. Tasdiqlagandan keyin nima voqea yuz berdi desiniz, hujjatning bir tarafida Xitoycha bor. Gomoro tadqiqot. Miladi 800-yili Uyg'urlar 10 avloddan buyon Xitoylarni ustoz tutib o'rgangan deydigan she'ri bor. Kekmanning she'ri degan. Kammer degan uni Shinjongda Kekmaner deb tarjima qilibdi. Bu bir to'g'ri tarjima emas. Mushunda qilib ekan. Endi oxirgi hujjatmi? Hujjat aniq chaplangan. Aniq chaplangan. Ben muzeyga taqsim qilinib bo'lgandan keyin uzun o'tmay ben aşağıdaki Uygurlardan anlagan muzeyde ishlaydiganlardan. Shu hujjatni men bek ko'rib ketdim. Çok desem, "Fuka, bunun oxirdagi xatni, mana bu Li Jing degan nimaga Abdumrayonlik kutubxonadagi Shixuychang deganni chaqirib kelib yozg'izib, shuni qurtu bo'yi birni qilib, aning tepsiga chaplagan narsa. O aniq narsa bu. Shu gap esimda bor.
Şunun bilen bu işler hem de Abdunum rayonunda şu Mahmut Kaşır'ın tekşiriş dokulatı sunulgan vaqtda şunundaki ılıqı çağdaycısı var. Opalda yatkan buzurgvarlarının isim şerifleri degan mazanın hemmesini ayadın taptık. Bu ras olgan diken keyindikisi yalgan boldu. Şunundan keyin andikin Gomorra'nı tanqidlash başlandı. Resmiyle tanqidledi. Gomorra saxtipaz bu hüccet yalgan hüccetke. Çünkü bunu Abdunuraylı hükümet Gonsandağının hükümeti tasdiqladi emasmi? Hükümetning o'ziga aylangan ekan, endi Gomorrani tanqid qilar ekan. Bo'lmasa bir kim tanqid qilmagan. Shuning bilan bu ishlar bo'ldi. Endi demak şu muzeyda shundaq yolg'onchilik bo'lgan ekan. Buni topdik. Endi oxiri kelganda bu narsalar oshkor bo'ldi. Shunchalik bo'ldi endi. Demakchi bo'lganimiz endi shu nimani muzeyda shundaq yolg'onchilik bo'lgan Xitoylar yolg'on hujjat yasab, uning oqisini chaplab, tarix yozgan ishlar bo'lgan. Buni oxir aniqlab chiqib, buni Xitoylar o'zlari fosh qildi, tanqidladi. Biz sababchi bo'ldik. Endi mushunda bir ishlar bo'lgan. Endi sizga halqi masala shu. Endi shuningga mening deydiganim chuvalchaqroq bo'lib qoldi, qalamqon bo'lib qoldi. Moshu endi. Yana savolingizning yana boshqa tarafi bormi-da? Mani bir to'xtab yana savol ochaylik. Mana shuni Bu iliqi Qirg'izlarning Uyg'urlarni qilib chiqadi degan bu nimish qilgan hozirgi chet elda yozilgan tarix kitobida yo'q endi bu. Chet el tarix yozilmagan Uyg'urlarga oid bir tarix. Ya masalan hech bo'lmagan maqol, ilmiy maqol degandek masalalar bo'lishi kerak. Cho'ng bir masala bu. Cho'ng masala haqida cho'ng masala. Endi abiyam deyildi. Urqum vodisidagi shu Uyg'ur xalqi Qirg'iz avdirib etgan degan gap eng oxirida yolg'onga chiqdi. Buni Xitoy o'zi e'lon qilgan Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobni shu Uyg'ur sayrani tayyorlagan. Shuningda Urqu vodisida 40 necha kunga suzilgan jut paydo bo'lib, Uyg'urlarning ko'chishiga sababchi bo'lgan dedi. Ani bir kim og'diryapti demagan. Demak, bu mushunchiliklar uchurba. Ash uchurma yetarlik. 40 necha kun jut bo'lganda Uyg'urlar turamagan yerga Qirg'izlar kelib turamaydi. Uni u og'dirib etishi mumkin emas. Vaqtda Qirg'iz shu Uyg'ur xalqining bir qismi ular isyon ko'taradigan unda bir uchurma yo'q vaqtda. Endi bu masala endi shunchalik. Siz dedim shu qanchalik uchurba dedingiz. Shu Xitoy o'zi chiqargan Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobda shu uchurba. Jut bo'ldi degan. Bu kelib ketyapsiz menda. Uyg'ur sayrani. Endi buni endi chet elda Qirg'izlar og'diryapti deganda ba'zilar deydi, ba'zilar demaydi. Amerikadagi James Millward deydigan mashhur Uyg'urshunoslar demaydi bu gapni. Qirg'iz og'diryapti degan gapni tilga olmaydi. Endi qandaqlar deydi, ba'zi bir chalroq biri deydiganda Xitoyning deganini ko'chirib olganlar deydiganda Xitoy o'zimi ancha bekdemaydigan bo'ldi. Challar deydi. Yana sayt basılan. Ben